XM Broker'dan ro'yxatdan o'tib bo'lganlar mani VIP kanalimga qo'shilish uchun nima qilish kerak? Bular birinchidan bo'lib yangi hisob raqam ochiladi. Ya'ni o'sha XM o'zini registratsiya qilgan akkauntidan yangi shot hisob raqami ochiladi. Ya'ni pastda plus knopkasi bor. O'sha plus knopkasiga bossak, demo hisob, savdo hisobi chiqadi. Savdo hisobini bosamiz. Shunda o'zingizga qulay bo'lgan MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni tanlab olamiz. Bizga hozirgi holatimizga 5 ni tanlaymiz. Davom etishda, ya'ni birinchida keladigan akkaunt nomi standart. Standart ochadigan bo'lsa, sizga bonuslar bo'ladi. Ya'ni 100%lik, 50%lik, 25%lik bonuslar bo'ladi. Depozit qilib bersangiz 100%lik ustiga yana qo'shib beradigan, 25%lik qo'shib beradigan bonuslar bo'ladi. Mana bu yerda ultra low standartda esa bunda ham komissiyasi yo'q. Faqat buni farqi bunda bonuslar bo'lmaydi. Ultra low standartda bonuslar bo'lmaydi, lekin spreadlar kichkina bo'ladi. Bunga qaraganda standartda spreadlar kattaroq bo'ladi, lekin bunda bonuslari ham bo'ladi. Shuni hisobga olasizlar, ya'ni depoziti kichikroqlar iloji boricha standartda ishlasanglar, bonus bilan ishlaysizlar. Davom etishni bosamiz. Va mana shu yerda bizdagi qoidalar. Va mana bu joyda sizlarga ko'rsataman. Mana bu joyda sizni hamkoringiz bormi degan joyga, o'sha yerga bu yerni kiriting degan joyga bosamiz. Mana shu joyda bu yerni kiritingga bossak, hamkor kodi ixtiyoriy deb yozilgan bo'ladi. Aynan mana shu joyga katta harfda STAGE, ya'ni stage deb yozasizlar, ya'ni stage deb yozasizlar. Mana shu yerga galochkasini qo'yib qo'yiladi. Men shartnomalar bilan qoidalardan ko'rib chiqdim va roziman degan galochkasi bor, o'shani qo'yib qo'yiladi. Aynan mana shu stageni bosadigan bo'lsak, siz mani signal kanalimga qo'shila olasiz degani mana shu narsa. Davom etishni bosamiz va mana bu yerda o'zingizga ma'qul bo'lgan parolni terishingiz kerak bo'ladi. Mana shunday qilib parolni yozib oldik va yakunlashni bosamiz. Mana yangi hisob raqam ochildi va bunga depozit qilib bemalol ishlasa bo'ladi. Depozit qilish qanday? Mana shunga bosiladi. Va mana shu yerda plus knopkasi bor, ya'ni depozit yechib olish o'rtada va boshqarish. Mana shunga plus knopkasini bosamiz. Bosganimizda mana bu kartalar orqali o'zimizga qulay versiyasini topib depozit qilib ishlasak bo'ladi. Xuddi shu akkauntni adminga yuborasizlar va admin sizlarni VIP kanaliga qo'shib qo'yadi.